ma'lum bir demak qadam bo'ladi degan fikrdasiz. Rahmat mulohazalar uchun. Bir narsani e'tiborga olishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'niki 100 nafar bu nima? Bu fuqarolar qonunchilik tashabbusidan chiqqandan so'ng qanaqa jarayonlar yuz beradi? Ya'ni ular bir nafarmi yoki undan ortiq nafar fuqaro o'sha o'zini qonunchilik tashabbusiga yoki o'sha fuqarolarga lozim bo'lgan qaysidir ma'noda qonun tashabbusidan chiqdimi? Ular 100 ming nafar autoriyani qamrab olish kerak degan ma'noda. Ya'niki 100 ming nafar aholi ham shu qonunchilikni o'rganadi, qonunchilik bilan yaqinlashadi va o'sha biz aytib turgan faol fuqarolik pozitsiyasi bor. Buni biz bilamiz. Shu faol fuqarolik pozitsiyasini qaysidir ma'noda o'sha 100 ming nafar belgilab qo'ygan eng kam minimal miqdordagi normamiz mana shu faol fuqarolik pozitsiyasini yanada rivojlantirishga, takomillashtirishga o'z hissasini qo'sha oladigan normadir. Bundan tashqari yana o'sha fuqarolar o'ziga kerakli bo'lgan normalarni o'sha qonunchilik palatasiga kiritgandan so'ng ular boshqa huquqlarini ham o'zlariga boshqa ma'nodagi qaysidir ma'nodagi o'zlariga kerakli bo'lgan, hayotiga kerakli bo'lgan normalarni qonunchilikka kiritish bilan bir qatorda bizni qonunchiligimizda o'zlarining huquqlarini yanada yaqinroq bilib oladi, yanada yaqinlashadi o'zlarining huquqlariga. Bu ham o'sha nafaqat 100 ming nafar, balki ularning yonidagi o'sha qonunchilik tashabbusidan chiqqan fuqarolardan tashqari yana boshqa fuqarolarga ham bir ko'mak bo'ladigan norma deb olamiz, deb olsak bo'ladi aslida bu normani. Tushunarli. Aynan xalqni demak tashabbusi bilan bo'layotgan mana shu takliflar bevosita xalqni o'ziga yaqinroq bo'ladi. Xalq o'zi biladi qanday muammolar qiynayotganligi hududlar bo'yicha.